Gantian, iltimos tezroq eshikni och. Iltimos, meni o'lishni xohlamayman, tezroq bo'l. Biz birga o'qiganmiz-ku axir. Shuni hurmatla, tezroq eshikni och. Agar men eshikni ochmasam, ularga nisbatan shafqatsiz bo'lgan bo'lamanmi? Gantian, noto'g'ri ish qilganimizni bilamiz. Yordam ber iltimos. Buncha kelishgan. Zombilar kabi juda sekin harakat qilasan. Sal qolsa bizni o'ldirib qo'yishardi-ku. Rahmat. Shart emas. Men sizlarga o'xshab razil odam emasman. Qolaversa, u zombilarning qiroli ekan. U juda ham kelishgan yigit ekan. Qarashlarini qara. Hoy, mashinani shinasini zombilar kemirib tashladi. Zombilar uyg'onganini aytdi. Shu yerda o'limni kutamizmi? Hamma yoqda ular. Xuddi restoranda navbat kutayotganga o'xshaydi. Ular xuddi restoranda ovqat kutayotgan odamlarga o'xshaydi. Nima qilamiz endi? Ularni aldashimiz kerak. Jonimiz omon qolsa bo'ldi. Unda o'lja sifatida yuboramiz. Shuncha zombilar, sizlarga mehribonligingiz uchun rahmat. U qahramonlarcha halok bo'ldi. Mana shirinlikni ham qurbon qildik.